Bir doğruluşumuz Huawei telefon tavsiye qilsangiz, bosh marka telefonlarni ishlasam faqat ko'namay qoldim. Men Huawei'ni ham ishlatib ko'rgandim. Bir ba'zi azaraq o'zi yangi obdara Huawei tavsiye qilsangiz bo'ldi dedi. Shunga do'stlarimizga mush yaqin e'lon qilgan mush Huawei'niki Changshan Julian Pro Max degan telefonni tavsiye qilaman. O'zining seplimasiga nisbatan bahsi intayin muvofiq chiqibdi. Ya'ni shakl jihatdan qarasak, Huawei'niki Mate 80 bilan o'xshash. Cho'ng kichikligi pason jihatda oldiga qarasakmi, oldimi, opmi o'xshasha cho'ng farqi yo'q, lekin bahsi birsi 5000 ko'y bo'lsa, 2000 ko'y atrofida seplimiga qarab bahsim o'xshamaydi. Buning kamida ichki seplimiga qarasak, apparati 50 million piksel, qo'lga tutgan rahat tuyg'usi intayin yaxshi, shouga yaxshi ekan. Undan keyin old taraf qarasak, ekrani 6.7 so'm, AMOLED 120 Hzlik Gorching 1.5 klik ekran seplangan. Ekranı intayin süzük. Aldı kamerası 8 milyon piksel. Hem de bu telefondaki maqtaşıq tegishgan bir yer olib qolsa, batareyasi cho'nka, 8500lik batareya var. IP65 sorun saqlanish sistemasi qo'llanilgan. Undan keyin ekranning qattiq darajasi yuqori, yechib kesimi aldirab chiqilmaydi. NFC, Home iqdori to'liq. Undan keyin qo'sh yong'oqsi va 80 wattlik qo'ycho'n qo'llaydi mushu. Tortak seyirgan, VM'de oşuyduğun, mesela bataryaya alaylı ihtiyacı var dostlar qaz, bu telefonu oylasanlar boğdak. Bununki 8128 1699 koydan başlansa, 8256 yıllık 1999 koy, 512 yıllık 2399 koy. Yani bunu hükümet to'liqlamasdan keyin situasyonlar 300 koy to'liqlamalar alasizlar. Situasyonlar dostlar qalsa, kelsanlar bo'ldi yoki boshqa undar bor, undan qo'shsanlar bo'ldi. Devlet to'liqlama sitib olgan do'stlar, cho'q qo'mish do'kon kelishinglar kerak. O'rnimiz Johnson 3-qavat Andar telefonlar qilsa.